Ilovamizda buyurtmalarni qabul qilishni boshlash uchun siz o'zingizni rasmiy ravishda o'zini-o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tkazishingiz kerak. Bosh sahifadagi havola orqali Davlat xizmatlari markazi portaliga o'ting yoki Davlat soliq qo'mitasining soliq mobil ilovasidan foydalaning. U yerda o'zini-o'zi band qilish xizmatini tanlang va o'z yo'nalishingizni belgilang. Ro'yxatdan o'tish jarayoni bepul va faqat bir necha daqiqa vaqt oladi. Ro'yxatdan o'tgandan so'ng ilovamizga qayta kiring. Qisqa vaqt ichida tizim sizning maqomingizni avtomatik tarzda tekshiradi. Maqom tasdiqlanganidan keyin siz buyurtmalarni qabul qilishni boshlashingiz mumkin.